Itlardan qo'rqishim haqida 3-marta aytyapman, lekin shu gapimga qo'shilmaydigan do'stlarim bor. Itdan ham qo'rqamanmi deydi. Chep desang, hit desang ketadi deydi. U eshitmasa-chi chep deganimni. Qulog'i kar it bo'lsa-chi, dadasi bilan ayasi qandash bo'lsa-chi, qulog'i mundayroq bo'lsa-chi uni. To'g'rimi? U men ko'rmaganman hech qachon it haligi lordan hamma yo'g'i mo'tadil degan dokumenti bor itni. Unaqa it yo'q. Itni o'rniga timsohdan qo'rsang yarashadi deydi. Timsohdan bilmadim-u. Bizning mahallada timsoh baqmaydi hech kim. Bilmasam nimaga ekan. Timsoh baqishmaydi qandaydir. Timsohni agar timsoh bilan meni fanstrecham bo'lishi peshanamga yozilgan bo'lsa, men qachondir pul to'lab timsoh yashaydigan joyga borishim kerak. Men bormay hech qachon. Timsoh unaqa tez ham yurmaydi. O'zbekistonda timsohga oid eng qimmat eshitishingiz mumkin bo'lgan narsa bu timsohli pijak. U ham haligi timsoh qotilligini puliga zakaz qila oladigan darajada puli bor odamlar zakaz qiladi. Men qadi unaqa materiallar, men eshitgan eng qimmat material pombalqut. U timsohli material, oho.